Assalomu alaykum Gold Clinker kuzatib boruvchilari. Baliqchidan Jasur akamiz Gold Clinker filialini xudo xolasa Namanganga baliqchilik aka-ukalarimizga yetkazib beryapti. Hozirgi kunda yana zakaslarini qilgan 4-marotaba zakasi chiqib ketyapti. Mana ko'rib tursanglar bo'ladi. Bundan keyingisiga bir yo'li zakasini berib ketyapti 3D'da. Hozirgi kunda yangilik bunga qo'yishlarni ham o'rgatib qo'yamiz. Va Jasur akani o'zidan ham eshitib o'tsanglar bo'ladi. Jasur aka qanaqa ketyapti ishlar? Assalomu alaykum. Avvalo Yahyobek. Xudo xolasa ishlarimiz yaxshi. Bu yilgi sezonni boshlab oldik. Xudo xolasa. Mana aytilgan qoliplarni yana olib ketyapman xudo xolasa. 100 kvadrat ob'yomda chiqaryapmiz kuniga. Xizmat bo'lsa aytaverasizlar. Akamizni ham sifati shu Gold Clinker bilan birga bir chiqyapti. Klientlari ham shunga qarab turib ko'payib boryapti. Biz bilan ishlaydigan aka-ukalarimiz shoshilinglar, o'zingizlar biznesinglarni 2025-yilga o'zingizlar biznesinglarni ochishga shoshilinglar. Sizlarni ishxonamizda kutib qolamiz. Jasur akam ham nomerlarini qo'yib qo'yamiz.